Mana Amerikadagi do'konni sizlar bilan obzor qilamiz. Bu yerda ayollar uchun yuz kremlari, kosmetik mahsulotlari asosan. Losyonlar, koreyskiy, original ham qizil qog'ozlilar bu skidka degani. Salfetkalar makiyaj artish uchun. Bularda zo'r anaqa narsasi bor. Ochsangiz ham yoqmasa, yuzingizga allergiya bersami, noqulaylik bo'lsa qaytarib bersanglar indamay olib qoladi. Ochibsan, ishlatibsan degan gap so'z yo'q bu Amerikada. Va hamma narsa original bo'ladi. Maza qilib ishlatasizlar. Mana Amerikadan kimgadir nimadir kerak bo'lsa, aytsanglar chiqartirib beraman. Keyingi obzorimda vitaminlarni ham kuzatsanglar, vitaminlarni ham olib boraman. Mana bu ham rumayani ham highlighter qilib ishlatsa bo'ladi. Narxini ko'ryapsizlar, narxlarni bekitmayman. O'zingizlar ko'rasizlar. Zakazlar bo'lsa lichkaga yozinglar.